hozirda poytaxtimizda eskirgan quvurlarni almashtirish ishlari juda jadal ketmoqda. Hozirda po'lat quvurlaridan foydalanmay, yangi zamonaviy plastik quvurlardan foydalanish ishlarini amalga oshiryapmiz. Bu ishlar mana qariyb 5 yil davomida davom etmoqda. Bulardan almashtirishimizning sababi po'lat quvurlar 20 yil, 25 yil o'z muddatini o'tab bo'lgandan keyin bu quvurlarni ekspluatatsiya qilish, ya'ni avariya holatini oldini olish juda qiyin bo'lmoqda. Mana hozirda rahbariyat tomonidan plastik quvurlarga o'tildi. Har yili 30-35 kilometr quvurlar yangilanmoqda. Bu quvurlarning tashqi muhit ta'sirlari bo'lmasa, bu quvurlar 60 yil, 70 yil hamda 80 yilgacha turadigan, o'z sifatini yo'qotmay turadigan xususiyatga ega. Mana hozirda qariyb 600-700 kilometr joyimizni almashtirib bo'ldi. Ular asosan yerli mahallalar bo'lib, juda avariyalar soni ko'p bo'lgan mahallalar almashtirildi. Mana birinchi almashtirgan joyimiz 5 yil bo'lgan joylarimizda hech qanday shikast ham, avariya ham kuzatilmayapti. Shu ishlarni yana davom ettirib, qolgan quvurlarni ham tezlikda almashtirib, shahrimizga sifatli suv berib hamda shikastlar, avariyalar sonini juda qisqa muddatda kamaytirish niyatida shu ishlar jadal amalga oshirilmoqda.